Assalomu alaykum hurmatli ishqiboz. Info Time kanaliga xush kelibsiz. Kamina Sardor Ibrohimov. Video homiysi Just Markets. Agar siz tradingga qiziqsangiz, Just Markets platformasi orqali shunchaki ro'yxatdan o'tib, $100 gacha bo'lgan vaucherlarni qo'lga kiritib, savdoni boshlashingiz mumkin. Havolani izohlar bo'limidan topasiz. Endi esa biz futbol yangiliklarining eng saralariga o'tamiz. O'zbekiston terma jamoasi Osiyo granti bilan o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi navbatdagi FIFA kunlarida bir qator o'rtoqlik uchrashuvlari o'tkazishi rejalashtirilgan. Xususan, Fabio Cannavaro boshqaruvidagi jamoa joriy yilning 6-oktyabr kuni Janubiy Koreyaga qarshi bahsda maydonga tushadi. Bu haqda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi xabar berdi. Uchrashuv Janubiy Koreyada bo'lib o'tadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatidagi ishtirokidan keyin endilikda 2027-yilgi Osiyo Kubogiga tayyorgarlik olib boradi. Osiyo Kubogi bahslari 7-yanvardan 5-fevralga qadar Saudiya Arabistonida bo'lib o'tadi. Fabio Cannavaro shogirdlari mazkur musobaqaning B guruhidan o'rin olgan bo'lib, guruhdan chiqish uchun Bahrayn, Shimoliy Koreya va Iordaniyaga qarshi maydonga tushadi. Jahon chempionati 2026. Eldor Shomurodovning goli Jahon chempionatining eng chiroyli gollari reytingida 2-o'rinni egalladi. O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodovning 2026-yilgi Jahon chempionatida Kongo DR darvozasiga kiritgan goli FIFA tomonidan o'tkazilgan turnirning eng chiroyli goli so'rovnomasida 2-o'rinni egalladi. FIFA matbuot xizmatining xabar berishicha, Cabo Verde terma jamoasi himoyachisi Sidney Cabral kiritgan to'p muxlislar tomonidan Jahon chempionati 2026 musobaqasining mutlaq eng chiroyli goli deb topilgan. Cabo Verde hamda Argentina terma jamoalari o'rtasida kechgan 16-dan 1 final uchrashuvida afrikaliklar qo'shimcha bo'limlarda 3-2 hisobda imkoniyatni boy bergan edi. Ushbu bahsning 103-daqiqasida Cabral darvozabon Emiliano Martinez qo'riqlayotgan darvozaning yuqori burchagiga aniq zarba yo'llab musobaqaning eng chiroyli goliga mualliflik qildi. Eslatib o'tamiz, Eldor Shomurodovning Kongo DR terma jamoasiga kiritgan goli avvalroq Jahon chempionati guruh bosqichining eng chiroyli goli deb topilgandi. Osiyo Kubogida finalga chiqadigan kuchimiz bor. Otabek Shukurov. O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi Otabek Shukurov Markaziy sektor podkastidagi chiqishida bo'lajak Osiyo Kubogi haqida fikr bildirdi. Osiyo Kubogi musobaqasi oson o'tmaydi. Mazkur musobaqaga milliy terma jamoamiz eng yaxshi holatda borishini istardim. Jahon chempionatida Husniddin Aliqulov, Jaloliddin Masharipov kabi futbolchilarimiz jarohat sabab maydonga tusha olmagani ham o'z so'zini aytdi. Saralashda qanday o'yin namoyish qilgandik. Har bir futbolchi o'zining yetuk formasida edi. Osiyo Kubogida ham shunday bo'ladi deb umid qilaman. Vazifa Osiyo chempioni bo'lish. Biz hamma tomondan eng yaxshi holatda bo'lsak, Osiyo Kubogi finalga chiqadigan kuchimiz bor. Chunki oxirgi paytlar Eronni 4-5 marta yutdik. Eron har doim jahon chempionatida ishtirok etadigan jamoa. Oldin ular bilan o'ynashga qo'rqardik. Hozir Eron qo'rqyapti bizdan. 2011-yilgi Osiyo Kubogi ko'p eslanadi. O'shanda biz Avstraliyadan 6 ta gol o'tkazib yuborgandik. Jahon chempionatida esa biz Portugaliyadagi terma jamoadan 5 ta gol o'tkazib yubordik. 2023-yilgi Osiyo Kubogida biz o'sha Avstraliya bilan durang o'ynagandik, deb eslab o'tdi Otabek Shukurov. Rasman Andijon klubi FIFA taqiqidan qutuldi. Joriy yilning 16-iyul sanasida FIFA intizom qo'mitasi Andijon klubiga sobiq futbolchi Artyom Adinkov oldidagi qarzdorlik tufayli yangi futbolchilarni ro'yxatdan o'tkazishga taqiq qo'ygandi. Kuni kecha 27-iyul sanasida FIFA klub va futbolchi o'rtasidagi nizo to'liq hal qilingani hamda Andijon klubiga nisbatan qo'llangan intizomiy jazo chorasi bekor qilinganini ma'lum qildi. Dinamoga armanistonlik yarim himoyachi kelmoqda. Arsenal Tula yarim himoyachisi Tigran Avanesyan faoliyatini O'zbekistonda davom ettirishga yaqin. Bu haqda Chempionat Osiyo sayti bosh muharriri Narzulla Saydullayev ma'lum qildi. 24 yoshli tayanch yarim himoyachisi faoliyati mobaynida Tambov, Orenburg, Tekstilshik, Arsenal Tula, Baltika, Kaliningrad va CSKA Moskva 2 jamoalarida harakat qilgan. Transfer Market portali ma'lumotlariga ko'ra, futbolchining bozor qiymati 600 ming yevroga baholanmoqda. AQSh kongressmeni FIFA prezidentiga qarshi tekshiruv boshladi. AQSh vakillar palatasi a'zosi Jamie Raskin FIFA prezidenti Gianni Infantinoga qarshi tekshiruv boshladi deb xabar beradi The Guardian nashri.
Manba ma'lumotiga ko'ra, Raskin FIFA bilan AQSh prezidenti Donald Tramp va uning ma'muriyati o'rtasidagi aloqalarni ochib beradigan hujjatlarni so'ragan. Raskin shuningdek Mayami va Nyu-Yorkdagi FIFA ofislarining kirib chiqish jurnalini talab qilgan. Hatto shuningdek Adliya vazirligining AQSh hukumatining global futboldagi korrupsiyaga oid tergovlarida, jumladan 2015-yilda 20 dan ortiq yuqori lavozimli FIFA amaldorlari va sport marketingi rahbarlarini sudga berishda gumonlanuvchilarga qarshi ayblovlarni bekor qilish qarori haqida ham so'z boradi. Xulosa qilib aytganda, Raskin Infantinodan vakillar palatasi sud qo'mitasida rasmiy ko'rsatma berishni so'radi. FIFA Jahon chempionati 11-iyundan 19-iyulga qadar AQSh, Meksika va Kanadada bo'lib o'tdi. Unda Ispaniya terma jamoasi finalda Argentinani 1-0 hisobda mag'lub etib, Jahon chempioni kubogini o'ziniki qilgandi. Rasman Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasining bosh murabbiyligiga tayinlandi. Terma jamoada Zidanga u bilan avval ham ishlagan David Bettoni va Hamidou Moussaidi yordam beradi. Shuningdek, Fransiya terma jamoasining sobiq futbolchilari Fabien Barthez va Bernard Diomede ham murabbiylar shtabida bo'lishi kutilmoqda. Zidan futbolchi sifatida Fransiya terma jamoasi safida 108 ta o'yinda maydonga tushgan. U 1998-yilgi Jahon chempionati va 2000-yilgi Yevropa chempionatida oltin medalni qo'lga kiritgan. Murabbiy sifatida Zidan Real Madrid klubini boshqargan. Ketma-ket 3 marta Chempionlar Ligasida g'alaba qozongan. Shuningdek, yana 8 ta sovrinni qo'lga kiritgan. 14 yil davomida Fransiya terma jamoasini boshqargan va 2018-yilgi Jahon chempionatida g'olib chiqqan Didier Deschamps 2026-yilgi Jahon chempionatidan keyin jamoani tark etdi. Fransiyaliklar turnirda 4-o'rinni egalladi. Manchester City 90 million yevroga futbolchi sotib oladi. Angliyaning Manchester City klubi Lillening 18 yoshli marokashlik yarim himoyachisi Ayyub Buadini sotib olish uchun harakatni boshladi. Fichashes nashri bergan ma'lumotga ko'ra, inglizlar futbolchi uchun 90 million yevro to'lashga tayyor. Xabarga ko'ra, shaharliklar Buadi bilan 2031-yilga qadar mo'ljallangan shartnoma borasida kelishuvga erishgan. Navbatdagi asosiy qadam Lille bilan transfer narxini muhokama qilish. Jamoaning yosh yarim himoyachi e'tibor qaratishi asosiy yulduzlardan biri Rodri bilan bog'liq noaniqlik fonida yuz bermoqda. Ispaniyalik futbolchining amaldagi shartnomasi 2027-yilning iyunida yakuniga yetadi va u hozircha bitimni uzaytirishga rozi bo'lmagan. Shu bois Manchesterliklar ispan futbolchisiga o'rinbosar topishga harakat qilmoqda. O'z navbatida fransuz klubi 2025-yilning dekabrida Buadi bilan shartnomani 2029-yilgacha uzaytirgan. Shu sababli Lille rahbariyati o'yinchini arzonroqqa sotish niyatida emas va transfer uchun qariyb 100 million yevro talab qilmoqda. City tayyorlayotgan 90 million yevrolik taklif fransuzlar talabiga ancha yaqin. Shu sababdan marokashlik futbolchining shaharliklar bilan shartnoma imzolashi ehtimoli o'ta yuqori. Al-Hilol hamda Benzema o'rtasida kelishmovchilik yuzaga keldi. Saudiya Arabistonining Al-Hilol klubi oltin to'p sohibi Karim Benzema yozgi transfer oynasida sotib yuborishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Riyod nashri xabar bergan. Manba ma'lumotiga ko'ra, klub rahbariyati 38 yoshli hujumchiga Saudiya Arabistoni chempionatiga yangi qo'shilgan jamoalardan biriga o'tishni taklif qilgan. Biroq Benzema bu g'oyaga qat'iyan qarshilik bildirgan. Fransiyalik futbolchi shartnomasining so'nggi yili uchun belgilangan maosh to'liq to'lab berilishini, shundan so'nggina Al-Hilolni tark etishni talab qilmoqda. Benzema Al-Hilolga fevral oyida o'tgan edi. U jamoa safida jami 13 ta o'yin o'tkazib, 9 ta gol urdi va 5 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Benzema jamoaning asosiy tarkib futbolchisi bo'lishni istamoqda. Biroq Al-Hilol futbolchidan faqat Osiyo Chempionlar Ligasi bahslaridagina foydalanishni rejalashtirgan. Ma'lumot uchun, Karim Benzema faoliyati davomida 5 marta Chempionlar Ligasida, 4 marta Ispaniya va Fransiya chempionatlarida zafar quchgan. Shuningdek, u Millatlar Ligasi g'olibi hisoblanadi. 2022-yilda fransiyalik hujumchi oltin to'p mukofotini qo'lga kiritgan. Al-Hilol O'zbekiston terma jamoasiga gol urgan o'yinchiga 70 million taklif qildi. Al-Hilol Luis Diasning transferi ustida ish olib bormoqda. Saudiya Arabistoni klubi Bavariya vingeri uchun kamida 70 million yevro miqdoridagi ilk taklifini tayyorlamoqda, deya xabar beradi El Nacional. Ta'kidlanishicha, futbolchining o'zi Yaqin Sharq ligasiga o'tishga qiziqish bildirgan, biroq myunxenliklar uni qo'yib yuborish niyatida emas. Bundesliganing o'tgan mavsumida kolumbiyalik futbolchi 32 ta o'yin o'tkazib, 15 ta gol urdi va 14 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.
Beşiktaş direktori Saloh bo'yicha fikr bildirdi. Beşiktaş direktori Undar Uzer Muhammad Salohning Turkiya klubiga ehtimoliy transferi haqida fikr bildirdi. Muhammad Saloh jahon darajasidagi yulduz. Uning xalqaro miqyosdagi obro'si juda yuqori. Muzokaralarning dastlabki bosqichida men va Vincenzo Italiano Saloh bilan 3 marta suhbatlashdik, biroq ilk kunlardagi ijobiy o'zgarish 21-iyuldan boshlab sekinlashdi. Prezidentimiz muzokaralarni qayerda to'xtatish kerakligini to'g'ri baholadi va shu qarorda qat'iy turdi. U populistik qaror emas, balki real yondashuvni tanladi va hozircha muzokaralardan chekindi. Saloh masalasi biz uchun hozircha keyinga surildi, dedi Uzan. Eslatib o'taman, bugungi videomiz homiysi Just Markets. Agar siz hali ham ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, izohlar bo'limidagi havola orqali shunchaki ro'yxatdan o'tib $100 bo'lgan vaucherni qo'lga kiritib savdoni boshlang. Biz esa keyingi futbol yangiliklarining eng saralarida ko'rishguncha deb qolamiz. Salomat bo'ling.